Assalomu alaykum barcha. Bugungi ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Demak, ikkinchi darsimiz bu sonning xona birliklari. Demak, son nechta o'nlar xonasi, birlar xonasi, yuzlar xonasi qayerda joylashganini birinchi bilib olamiz. Birinchisi, demak, oxirdagi raqam bu birlar xonasida joylashgan raqam. Oxirda ikkinchi raqam bu o'nlar xonasida joylashgan raqam. Oxirda uchinchi raqam yuzlar xonasi, undan keyin minglar xonasi, undan keyin 10 minglar xonasi, keyin 100 minglar xonasi. Demak, biza sonlarni nerda, qaysi xona birligida joylashganini bilib oldik. Endi sonlar necha dana minglik, necha dana yuzlik, necha dana birlikdan tashkil topganini ko'rib chiqamiz. Masalan, 71 soni bu 7 dana o'nlik plus 1 dana birlikdan tashkil topgan. Demak, buni xona birliklari 7 dana o'nlik, 1 dana birlik. 85 sonini ko'rib chiqamiz. 8 dana o'nlik plusdan 5 dana birlikdan tashkil topgan. Demak, bu o'nlar va birlar xonasidan tashkil topgan ekan. Endi minglar xonasini ko'rib chiqamiz. 5348. Demak, bu son necha dana minglikdan, necha dana yuzlik, necha dana o'nlik, necha dana birlikdan tashkil topganini ko'rib chiqamiz. Birinchisi 5 dana minglik, ya'ni minglar xonasida 5 turibdi. 5 dana minglik plus 3 dana yuzlik. 3 ko'paygan 100 plus keyin o'nlar xonasida 4 raqami turibdi. 4 ko'paygan 10 plusdan birlar xonasida 8, ya'ni 8 dana birlikdan tashkil topgan. 8 ni ko'paytiramiz 1. Endi yana shunday misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi 7348. Demak, 7348 sonimiz nechta dana minglik, necha dana yuzlik, necha dana o'nlik, necha dana birlikdan tashkil topganini ko'rib chiqamiz. Demak, minglar xonasida 7 raqami turibdi. 7 dana minglikdan tashkil topgan ekan. Plusdan yuzlar xonasida 3 raqami turibdi. 3 ko'paygan 100 plusdan o'nlar xonasida 4 raqami turibdi. Demak, 4 dana o'nlikdan tashkil topgan. Plus keyin birlar xonasida 8 raqami turgani uchun 8 dana birlikdan tashkil topgan. 3436 sonini ham ko'rib chiqamiz. Demak, minglar xonasida 3 raqami turibdi. 3 dana minglik plus yuzlar xonasida 4 raqami turibdi. 4 dana yuzlik plus keyin o'nlar xonasida 3 dana turibdi. 3 raqami turibdi. Demak, 3 dana o'nlikni bildiradi bu. 3 ko'paygan 10 plusdan birlar xonasida 6 raqami turibdi. 6 ni ko'paytiramiz 1. Endi biza sonli xona birliklarini yoyilganidan sonning o'zini topish, ya'ni sonli xona birligi yoyilib turibdi. Sonning o'zini topishimiz kerak biza. Buning uchun shu qo'shni amalga oshirsak bo'ldi. Demak, 736 degan sonning xona birliklari ekan bu, ya'ni xona birligina yoyilgani. Bu sonimizni topadigan bo'lsak, 3783 ekan. 3783 soni. 3783 sonini xona birliklari yoyilmasi ko'rinishida ifodalab qo'yibdi. Demak, daskada 7386 sonini ko'rib chiqamiz. Demak, bu sonda 8 raqamini qiymati nechaga teng deb savol beradilar. 8 raqamini qiymati o'nlar xonasida turgani uchun 8 ni ko'paytiramiz 10 ga, ya'ni 80 ni beradi. Bizlar tagina chizib ham berib qo'yadi misollarda 7 raqamini qiymati nechaga teng dedi. 7 raqami bu yerda minglar xonasida joylashgani uchun 7 ni ko'paytirishimiz kerak 1000 ga. Demak, 7000 ga degan ekan. 7000 ga. Demak, bizlar aytib qo'ydi, o'nlar xonasindagi raqamni aytadigan bo'lsa, o'nlar xonasida bu yerda 8 turibdi. Agarda birlar xonasindagi raqamni top desa, 6 raqami turibdi bu yerda. Yangi bir misolni ko'rib chiqamiz. 3 ta yuzliklarga teng bo'lgan javobni ko'rsating deb qo'ydi. Demak, 3 ta yuzlik deganimiz bizlarda 3 ko'paygan 100 ni berib turibdi. Demak, 300. Javoblardan qaysi birining qiymati 300 ga teng? 3 ta birlik javob 3 ko'paygan 1 bo'lib turibdi, ya'ni 3 ga teng. Bu javob emas ekan. Javob chiqarib tashlaymiz. Bu javob 30 ta birlik. 30 ni ko'paytirishimiz kerak 1. Demak, 30 ga teng bo'lib turibdi. Bizda javob 300 ga teng bo'lishi kerak edi. Demak, bu javob ham chiqib ketadi. 30 ta 10likka teng bo'lgan edi. Demak, 30 ni ko'paytirishimiz kerak 10 ga. Demak, 300. Buni qiymati 300 ga teng. Demak, bizga kerak bo'lgan javob shu javob ekan. Endi bu masalaga e'tibor qaratamiz. Demak, bu yerda aytib qo'ydi bizga. Demak, bizda 1, 9, 3 kartalari bor ekan. Karta degan vaqtda bir dona tushunishimiz kerak. Ko'pchilik o'quvchilar 2 yoki 3 tushunib ketadi bu yerda. Shu kartalar orqali necha dona 3 kanalli son tuzishimiz mumkin degan savolni qarab ko'ramiz. Ko'pchilik o'quvchilar bu yerda 1, 9, 9 ni qo'yadigan 199 deb aytadi bizlarda. Lekin bunda tuzish noto'g'ri bo'ladi. Nechun desa 9 raqamidan faqat bizda 1 dona. Endi tuzishimiz mumkin bo'lgan sonlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi yuzlar xonasina 1 ni qo'yamiz. 1 ni qo'yadigan bo'lsak, o'nlar xonasina 9 ni qo'ysak bo'ladi. Keyin birlar xonasina 3 ni qo'ysak bo'ladi. Birinchi sonimiz bu 193 ekan. Bu sonni tuzib bilmaymiz 199 ni. Endi ikkinchi sonimiz yuzlar xonasina 1 ni qo'yaman, o'nlar xonasina 3 ni qo'yishim mumkin. Birlar xonasina 9 ni, ya'ni 139 sonni hosillatib bilaman. Endi yuzlar xonasina 1 ni qo'yganim bilan boshqa son yo'q bizda 3 xona son tuzib bilishimiz uchun. Endi takrorlanadi. Endi biz ikkinchi xonaga o'tamiz, ya'ni 9 ga o'tamiz. Yuzlar xonasina 9 ni qo'yadigan bo'lsak,
Demek 3 bilen 1 deyen variantlarımız kaladı. 3'nü bize onlar kanasına koysak, 1'ni bize birler kanasına koyamız. Demek 931 deyen sanımızdan düzüp bilemiz. İkinci variantımız 9'nu koyalım. O 3 bilen 1'ni koyduk. Şimdi onlar kanasına 1'ni koyamız. Birler kanasına 3'nü koyamız. Demek 913 deyen sanımdan düzüp bilemiz eken. Şimdi fakat bize de yüzler kanasına 3 rakamı koyulmayın kaldı. 3 rakamı koyacağım sallan düzemiz. Birincisi 391. Yani onlar kanasına 9, birler kanasına 1'ni koydum. İkincisi 319. Demek 319. Bize o bir şey olup, demek 1, 9, 3 deyen kartal yardımında 6 tane san düzüp bildik. Şimdi yine bir düşünceye etibar karatamız. Birinci düşüncemiz demek birler sınıfı bilen minler sınıfı. Demek bize de yüzler, onlar, birler sınıfı, hemmesi bize de birler sınıfı da paytaladıkken. Şimdi minler sınıfını karidon bulsak, minler, 10 minler, 100 minler, berçesi bize de minler sınıfı da paytaladı. Şimdi sual verişi mümkün. Bize de minler sınıfı, birler sınıfından kançaga köp rakamlar yığıntısı da sual veremiz. Demek minler sınıfının rakamlar yığıntısını tapamız. 8 koşamız 7, koşamız 3. 18 boladı. Şimdi birler sınıfının rakamlar yığıntısını tapamız. Bu minler adı. Minler. Şimdi birlernikini tapamız. 3 plus 6. Demek 6, 12 çıkadı eken. Birler. Birler. Kançaga köplese ayrışımız gerek. 18'den ayıramız 12'ni. Demek 6'ga ketdi. Yani şu mevzu boyunca misallarını görüp çıkamız. Demek 35. misala etibar karatamız. Birincisi, bitta yüzlik idi. Demek bir köpeğe 100 plus. Şimdi yüzliklerden 8 ta köp 10'lik. Yani yüzlikler bizlerde bir tanedir. 8 ta köp diyon bolsak 9 ta 10'lik boladı. 10'lik plus'tan. Şimdi ve birlikte ega olmagan sonunu toping dedi. Demek birlikte ega olmagan bolsa bu 0 boladı. 0'ni koşuşumuz gerek. Demek bu sonun yığıntısı 190 deyen sonumuz ekan bu. Şimdi 36. misaldan görüp ötemiz şurada. 7 ta minlik dedi. Demek 7 ta minlik plus minliklerde 6 ta kem yüzlik. Demek bize de minlikler 7 ta'di. 6 ta kem diyen için o 1 ta yüzlik boladı. 1 ta yüzlik. Yani ayırışımız gerek. 7'den 6'na ayırışımız gerek. Yüzliklerden 5 ta kök 10'lik ega. Yüzlikler bize de 5 tanedir. Şimdi bir tanedir. Yüzlikler bize de 5 ta kök 10'lik ega diyen için 5'e 1'ni koşamız. Demek 6'da 10'lik ega 10'lik ega bo'lgan sonni topishimiz gerek. Ve birlikka ega bo'lmagan son. Birlikka ega bo'lmagan son bu 0. Yani birler xonasida 0 rakamı joylashgan. Bu 7160 degan sonimiz ekan. 7160 degan son ekan. Şimdi 45. misala e'tibor qaratamiz. Demek quyida 4 ta son yozilgan. 263, 613, 216, 609. Aziza bu sonlarning har birida 10 ta köp, 10 ta kam, 100 ta köp, 100 ta kam bo'lgan sonlarni yozib chiqdi. Keyin bir sondagi 6 raqami barcha hisob kitoblardan so'ng o'zgarishsiz qolganini sezdi. Qaysi sonda 6 raqami har doim o'zgarishsiz qolgan? Demak, javoblar bor bizada. Birinchi men 216 degan sonni tekshirib ko'raman. Ya'ni 10 ta ko'p, 10 ta kam. 216 degan son. 10 ta ko'p degan bo'lsam, 10 ni qo'shishimga 216 ga 226 bo'ladi. Keyingisi 10 ta kam degan uchun 10 ni ayirishim kerak. 206 bo'ladi. Keyingisi 100 ta ko'p degan uchun 100 ni qo'shaman. 216 ni ustiga qo'yaman. 316 degan son bo'ladi. 100 ta kam degan uchun 100 ta kamni ayirib tashlaman. 216 da 100 arsam 116. Endi aytib turibdi. Keyin bir sondagi 6 raqami barcha hisob kitoblardan so'ng o'zgarishsiz qoldi. Ya'ni o'zgarishsiz qoldi bizda. Qaysi xona birligida? Demak, birlar xonasida bu 6 raqami o'zgarishsiz qoldi. Demak, javobimiz bu yerda 216 degan sonimiz bo'ladi ekan. Endi 46-misolga e'tibor qaratamiz. Demak, quyida uzunlik o'lchov birligi keltirilgan dedi. Unda har bir oraliq bir xil uzunlikka ega dedi. Qizil chiziqlarga mos keluvchi sonlar qatorini toping deb qo'ydi. Demak, biz ham bilishimiz kerak, qaraymiz. Birdan 100gacha bo'lgan oraliqni 10 dona oraliqqa bo'lib qo'ydi. Demak, har bir oraliqimiz ichidan tushishini topib olamiz. Ya'ni 100 ni bo'lishimiz kerak 10 ga. Demak, bizda 10. Bir oraliqimiz 10 ni bildiradi. 1 10 ekan, 20, 30, 40. Yetaveradi ekan shuningdek. Endi inomini topishimiz kerak biza. 1 10 dan qo'shilib borsa 110 bo'ladi. 120, 130, 140, 150. Demek bu sonumuz 150 degan son ekan. Endi ikkinchi sonimizni topamiz. Ya'ni 300 dan 1 kam. Ya'ni 300 dan 1 10'lik kam bo'lib turibdi. Shuning uchun 300 dan 10 ni ayirsak 290 degan sonimiz bo'ladi ekan. Endi bu sona qaridon bo'lsak sanab chiqamiz. 310, 320, 330, 340, 350, 360. Demak bu 360 degan sonimiz ekan. Inoma qaridon bo'lsak 400 dan 2 birlik ko'p bo'lib turibdi. Ya'ni 400 ustiga 2 dona 10'likni qo'shib turibdi. Ya'ni bu sonimiz 420 sonimiz bo'ladi ekan.
Cavablardan qaydon bolsaq 150, 290, 360 sanımız bu cavabda olub turibdi. 360, 420 sanımız.